Karnay sadolari bilan Uchko'prik ko'chalarini to'ldirgan 100 ta qorbobo har bir vatandoshimizga chinakam yangi yil shukuhini ulashdi. Prezident archasi shodiyonalari munosabati bilan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida qadr rostlagan bayram archasi qorbobolarning ilk manzili bo'ldi. Hurmatli bugungi bayram tadbir ishtirokchilari, mana qorbobolar paradimiz yangi yil shukuhi mana kechadan boshlab barcha Uchko'prik tumanining mahallalarida, ta'lim muassasalarida, korxona tashkilotlarida davom etmoqda. Hokimligi chin qalbdan tabriklaydi. Bezatilgan archa atrofidagi bayram o'yin-kulgudan so'ng Qorbobo va Qorqizlar tumanidagi 1-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurib, tarbiyalanuvchilarga sovg'alar ulashildi. Tuman hokimligi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamkorligida tashkil etilgan tadbir 1-sonli maktab hovlisida, so'ng esa tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'limida davom etdi. 2025-yilda nimaiki yaxshi niyat qilingan bo'lsa, bugun Uchko'prik tumanidagi 100 dan ortiq qorbobolar to'planib, barcha bemorlarimizga shifo tilab, sovg'alari bilan bolajonlarning bir kayfiyatini ko'tarish maqsadida o'zlarining sovg'alari bilan tashrif buyurishgan. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Uchko'prik aholisiga o'zgacha yangi yil zavqini bergan 100 nafar qorbobolar shundan so'ng madaniyat markazida jamlandilar. Sahna to'ri bolajonlar bilan to'lgan yangi yil taronalari avjida, sovg'a salomlar ulashilgan, barcha yuzda kulgu, tillarda shodlik. Prezident archasi bayram tadbirining asosiy qismi ana shunday kayfiyatda boshlandi. Bolajonlarga quvonch, bayramona kayfiyat, ularning qalbiga ezgulik ulash maqsadida tashkillangan tadbirda 300 nafardan ziyod yig'ilganlarning barchasiga yangi sovg'alari ulashildi. Yangi yil bir kayfiyat bayrami, insonlar qalbida bir boshqacha bir shukuh paydo bo'ladi. Tumanimizda ham shunday chiroyli tadbirlar o'tkazilyapti, bemorlar holidan xabar olinyapti. O'yin-kulgular, bolalarimiz uchun archa bayrami tadbirlari tashkillangan. Mana qorbobolar, qorqizlarimiz bilan birgalikda tantanali yurishlar o'tkazilyapti. Bu hammasi yurtimizning tinchligi, farovonligi, osoyishtaligidan dalolatdir. Barchangizga yangi kirib kelayotgan 2025-yil, ortda qolayotgan 24-yil kabi omadli, muvaffaqiyatli, bundan-da go'zal, fayzli bo'lishini tilab qolaman. Darhaqiqat yangi yil bayramining gashti o'zgacha, sog'inchi, shukuhi ajoyib. Bir yoshga ulg'ayishimiz ma'lum bo'lsa-da, uni sog'inib, intiqib kutamiz. Zero unda mo'jizalari bisyor. Shunday ekan, kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin deymiz.